Tez kunlarda mana shunaqa yangi qurilgan uylardan uy olish hammamizga ham nasib qilsin. Navbatdagi kvartiramiz ijaraga beriladi. Ushbu kvartiramiz Namangan shahar Yangi O'zbekiston massivi To'raqo'rg'onda yuksalishga chiqib ketishda chap qo'lda Qizilg'ishli Orzu City'da joylashgan bir xona studiyadagi formatdagi kvartiramiz ijaraga beriladi. Hozir sizlarga uyimizni tanishtirib o'taman. Xo'p, eshikdan kirishimizda shunaqangi koridor qismi, koridorimizdan o'ng qo'lda bizda sanuzel, ko'rishinglar mumkin. Sanuzellarimiz ham remontlari ideal, aristollari bor, avtomat kir mashinalari bor. Bu tarafda bizda kuxnya, kuxning mebellarimiz hammasi o'z o'rnida shakllantirib qo'yilgan, xolodilnik, pechlargacha o'rnatib qo'yishibdi. Bu tarafda bizda yotoqxona, ko'rishinglar mumkin. Ikkita одиночный divanlari bor. Bu tarafda bizda balkon qismi, ko'rsanglar bo'ladi. Balkondan bitta chiqsanglar, polni manzarani tomosha qilib turishinglar mumkin. Ushbu uyimiz zudlik bilan ijaraga beriladi qadrdonlar. Talabalar bo'lsa, kimyo texnologiya, Namdoni 2-filiali va Jahon tillari institutiga yaqin joydan joylashgan talabalar bo'lsa ham talabalarga ham beriladi yoki tartibli oilaga uzoq muddatga ijaraga beriladi. Ushbu kvartiramizni bir oylik ijara narxi $200, makler xizmati alohida. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol opisaniyadagi telefon nomerlariga telefon qilib, shaxsan o'zim bilan bog'lanib, ushbu uyimizni ijaraga olsanglar bo'ladi. Barchalarni kanalimizda kutib qolamiz. Bizdan uzoqlashmang, yangiliklar hali oldinda.